Men sizga aytib beradigan voqea shuki, bilasizmi, ba'zilar buni ochiq aytgan, ko'pchilik jim qolgan, lekin hamma bir ovozdan aytadi. Fransis yomon yigit, u yaxshi odam emas. U butunlay boshqa tilni qo'llaydi. O'zini yaxshi inson qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Odamlar, til to'sig'i bo'lsa kerak deyishadi. Yo'q, unday emas. Bu yigitda hech qanday til to'sig'i yo'q. Shunchaki yomon odam. Men matchmakerlarimga, men uni ertaroq kesmoqchiman dedim. Ikkala matchmakerim ham, yo'q, siz tushunmayapsiz deyishdi. Men aytdim, bolalar, bir gapni eshitib oling. Kimdir o'zining kimligini ko'rsatsa, unga ishoning. Shunchaki ishoning. Mana bu yigit haqiqiy yuzini ko'rsatdi. U Boston shahrida Stipe Miocic bilan jang qilgani ketyapti va Stipeni o'ldirib qo'yishini o'zi ham biladi. To'g'rimi? Matbuot anjumanidan keyin yo'lakda yurib ketayotgan edik. U birdan yonimga kelib, qo'limdan mahkam ushladi va inglizchasi juda zo'r holda. Bu jang tugagandan keyin siz menga Parijga maxsus samolyot band qilib berasiz, dedi. Men kulib yubordim. U jiddiy. Yo'q, men jiddiy gapiryapman. Parijga maxsus samolyot tayyorlaysiz. Men, xo'p, dedim va yo'limiz ayrildi. Keyin Stipe uni shunday urib tashladiki, o'sha Parij ham, suhbat ham hammasi bir zumda tugadi. Men o'sha kuni uni kesishim kerak edi. Bilasizmi? UFC bilan shartnoma imzolaganingizda UFC Performance institutiga to'liq kirish huquqingiz bo'ladi. Bepul yashaysiz, bepul ovqatlanasiz, hamma xizmatlar bepul. Bu yigit esa u yerda go'yo o'z uyida yashardi. Hali yaqinda jang qilib kelgan. Keyin birdan mening ofisimga kirib kelaveradi. Yo'lakda aylanib yurgan ekan. Men, keling, nima bo'ldi Fransis, deb so'radim. U jahli chiqib turibdi. Chunki oxirgi jangida $50,000 bonus olmagan. Men tushuntirdim. Bu gal bonus olmaganingning sababi mana shu. Bu yigit shu sababdan oldi, u yigit boshqa sababdan oldi. Shuning uchun senga tushmadi. Va tugadi. Men chiqib ketmoqchi bo'ldim. Shu payt u birdan mening ko'ylagimning yoqasidan mahkam ushlab qoldi. Men unga, "Ey brat, qo'lingni mendan ol", deb qo'yardim. Keyin u meni ofisimga qaytadan itarib kirdi va "Biz hali gapni tugatmadik", dedi. Keyin Hunter Campbell bilan gaplashib turishdi. Hunter ketmoqchi bo'lganida Fransis uni orqasidan yoqasidan ushlab oldi. Men darrov borib Hunterni tortib oldim. Men uning ko'zlaridan, yuzidan, o'zini tutishidan bu yigitning ichki dunyosini aniq ko'rib turardim. Ha, demak munosabatingizning buzilishiga juda ko'p narsa sabab bo'lgan ekan. Ha, bu yigit yaxshi odam emas, shunchaki yomon odam. Hozir qarasangiz, PFL bilan, Saudiya Arabistoni bilan katta shartnoma imzolagan va tinmay Jon Jons bilan jang so'rayapti. Men ishonaman, hozir ular uni imzolaganlaridan pushaymon bo'lib o'tirishibdi. Menga u yerdagi odamlardan izoh eshitishning hojati yo'q. Men uni bilaman. Men u bilan ishlaganman. Uning aslida kimligini ich-ichimdan bilaman. Ha, bu juda achinarli. Ha, har doim shu, murakkab bo'ladi. Lekin biz qotillik biznesidamiz, uka. Bu bolalar haqiqiy qotillar. Shunaqa narsalar haqida hech qachon ommaviy gapirmayman. Lekin o'sha yo'lakdagi suhbatdan keyin va barcha voqealardan so'ng boshqa yo'l qolmadi. Men uni ro'yxatdan chiqarishga majbur bo'ldim.